Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Abduqodirov. Bugun sizlar bilan server nima? Server nimaga qotadi? Katta kompaniyalar serverlarini nimaga qotmaydi? Server nimaga o'chib qoladi? Server nimaga zaiflashadi? Server qotmasligi uchun nima qilish kerak? Hammasini bugun ko'rib chiqamiz. Let's go. Okay. Server o'zi nima? Server bu oddiy kompyuter. 24/7 ishlaydi, internetga ulangan bo'ladi. Odamlar serverdan qanday foydalanishadi? Odamlar unga so'rov yuboradi, server uni qabul qiladi. Misol uchun siz saytga kirdingiz. Server nimaga kerak? Siz saytga kirganingizdan keyin server ishga tushadi, DB. Serverlar qanday ishlaydi? Misol uchun hozir aytganimdek user saytga kiradi, saytni ochadi. So'rov serverga yuboriladi. Backend ishga tushadi. Kerak bo'lsa databaza ham so'raydi. Keyin userga javob qaytaradi. Bu jarayon millisekundlarda sodir bo'ladi. Millisekundlarda. Server qanday ishlashini tushuntira oldim deb o'ylayman. Keyingisi server nimaga qotadi? Server nimaga qotadi o'zi? Server tushuntirib beraman. Server misol uchun juda ko'p odam kiradi. Misol uchun 1000 ta, 50 mingta, 100 mingta, 1 million shuncha odam kirdi, qotib qolyapti server. Server aytgandek oddiy kompyuter. Kompyuter kupusi to'ldi, RAM to'ldi, javob bermayapti, qotib qoldi, to'g'ri error. Bu yerda nima bo'ladi? Ani user qanaqa jahli chiqadi? User otib tashay hayvonlar deydi saytni qotishidan. Keyin backend kod ham ta'sir qiladi. Bitta server aybi bo'lmaydi. Backend kod ham ta'sir qiladi bunga. Server sekinlashtiradigan kodlar yozish mumkin backendda. Endi u ataylab bunaqa kod yo'q, server sekinlashtiradigan. Server sekin ishlashga olib keladigan kodlar bu. Misol uchun infinity loop bor, milli leak. Error ishlamagan bo'lishi mumkin ular. Keyin yana nimadan bo'ladi? Databaza qotib qolishi mumkin. Bu nimadan bo'ladi? Databaza qotishi incorrect query dan bo'ladi. O'ta ko'p so'rovdan bo'ladi. Indeks yo'qligidan bo'ladi. Databaza javob bera olmaydi. Backend kutadi backend. Kutib oxiri nima bo'ladi? O'ladi, DB o'chadi. Sayt o'ladi. Sayt shunday yashiga Google'dami o'sha ishlatayotgan serverga shunday qabr tosh qo'yiladi. Misol uchun 2025-05 sayt nomi deb ko'miladi ashiga. Tamom. Server o'ladi. O'ta ko'p so'rov bo'lsa. Keyin misol uchun hakkerlar bor, hakkerlar. O'zicha zo'r hakkerlar bor, bor. Ular nima qilishi mumkin? DDoS attaka qilishi mumkin saytga. DDoS attaka. Hakkerlar o'zini zo'rman, hozir qarab turmay saytni o'ldiraman, qarab turmay sayt o'ladi hozir deydi. DDoS attaka hujum qiladi. Minglab botlar, millionlab so'rov serverga yuboriladi DDoS attaka orqali. Keyin biz nima qilamiz? U hakkerlarni shunchaki narsa 5 shans qilamiz, 5 shans. Serverlar ko'paytiramiz, bitta server o'ldimi, ikkinchi serverga o'tadi, ikkinchi server o'ldimi, uchinchi serverga. Shunaqa qilib 100 ta server ochamiz. Saytingiz katta bo'lsa, umuman o'lmaydi. DDoS attaka qiladimi, boshqa attaka qiladimi, hakker kuchsiz bo'lib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Hakker kuchsiz bo'lib qoladi. Endi o'sha aytgandek server nimaga qotmaydi? Katta saytlarniki nimaga qotmaydi? YouTube'ga qancha odam keladi sekundiga, qancha odam video yuklaydi, qancha odam nimadir qilib tashlaydi YouTube'da. Misol uchun ishlatadiganimiz o'zimizni ChatGPT. ChatGPT nimaga qotmaydi? ChatGPT ham misol uchun o'ta ko'p yer sharini yarmidagi odamlar ishlatadi. O'zga sayyoralar ham ishlatsa kerak. Nimaga qotmaydi? Chunki bitta server emas, ularda ko'pgina server bor, o'ta ko'p server bor. Biri o'lsa boshqasi ishlaydi. Misol uchun bittasi o'ldimi, boshqasi ishga tushadi ularda. Undan keyingisi load balancer qo'yib qo'yadi. Load balancer. Userlar bitta saytga yopishmaydi-da, yuk bo'linadi. Yuk serverdan serverga bo'linadi load balancer orqali. Keyin cache bor. Har safar databazaga bormaydi, tez javob beradi.
Xo'sh, undan keyingisi doimiy nazorat bo'ladi. Ularda kupur, RAM, error, xo'sh. Keyin ularda to'g'ri arxitektura tuzilgan. Xo'sh, shu aytib o'tganlarim, server nima? Server qanday qotadi? Server nimaga qotmaydi tushuntira oldim deb o'ylayman. Shu aytganimdaqa hozir batafsilroq tushuntiraman. YouTube, misol uchun YouTube'ga o'shancha odam kirdi, nimaga qotmaydi? Ular bitta serverda qolmaydi, bro. Tushuning, bitta serverda qolmaydi. Bitta server bo'ldimi, liboy sayt o'ladi. Misol uchun o'zimiz saytlardan bittasini tushuntiraman. Uzmoviy nimaga o'ladi? Kechasi, kechqurun ko'pchilik kino ko'rgisi keladi. Kechqurun kino ko'rgisi keladi, saytni ochadi. Saytni ochgandan keyin o'ziga yoqqan kinoni qidiradi. Misol uchun Merlinni qidirdi. Misol uchun bu yoqda kimdir qasoskorlar ko'ryapti. Bu yoqda kimdir Merlinni boshqa qismini ko'ryapti. Misol uchun bu yoqda kimdir Farsaj ko'ryapti. O'shanaqa kinolar hamma 50 mingta odam kirdi deylik, mana. 20 mingta odam kirdi deylik, hammasi kino tomosha qilyapti. Serverga ana shuncha yuk, bitta serverga ana shuncha yuk to'lib ketganda, keyin nima bo'ladi? Server qotadi. Server javob bermaydi. Sayt nima bo'ladi? O'ladi vaqtinchaga. Yuzerlar jahli chiqadi. По-любому jahli chiqadi. Xo'sh, shu aytganimdaqa server ko'p bo'lsa, load balancer bo'lsa, serveringiz hech qachon o'lmaydi. DDoS attack aytganimdaqa hakkerlar DDoS attack qilib ham buzolmaydi. Hakkerlar ojiz qilib qo'yamiz shunchaki. Xo'sh, bugungi video foydali bo'ldi deb o'ylayman. Yoqqan bo'lsa bitta like, bitta obuna bosib qo'yish esdan chiqmasin. 100 ta bo'lishimiz kerak. Hammaga rahmat.